yana qizi zapal bo'ldi. Voy, dadasi oynani sindirdi shuniz. Voy, shu muzikangni ye. Nima bo'ldi yana so'ltama? Aynan men. Sevgan qizim begona erkak bilan dachaga chiqib ketibdi, bozorlik qilib. Shu dacha qancha ekan hozir sezonda? Prikol qilmang dadam. Bo'ldi, jonga ham tegding, sen bir sevmay ekan. Seni dastingda mana ona bechalarni qara. Har kuni uyni yig'ishtiradi. Hamma narsani sindirding. Dada. Hali o'g'li zo'r bo'ladi. Kim bo'ladi? Zo'r bo'ladi. Qachon bo'ladi? Ikki sog'lom hayot. Hello, Toshkent. Ha, kompot o'g'lim, yana kechirdingizmi? Kechirdim. Belidan ushlamoqchi bo'lgan ekan. Nima qilasiz? Chinnimisiz? debdi. Kim aytibdi? Yana bola aytibdimi? Yo'q, sevgilim. Ah, xudoga shukr. Meni sevishgili. Shuniz kimga tortdi? Buni raddimda Nita tortgan. Ha? Aksher Nita tortgan. Kompot bolam sinmaydi u. Nimaga sinmayapti buningiz? Ya uydagi hamma oynalarni sindirgandan keyin polni akva romlardan qo'ydirdim. Ana shovqining qo'shnilarga ishlayapti ekan. Bu romlarda eshitilmaydi. Baq